Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor tadbir tashkilotchilariga va sizlarga rahmat aytmoqchiman. Shu yerga chiqib taqdimot qilish imkoniyatini berganingiz uchun. Bugun men taqdimot qilmoqchi bo'lgan mavzu Red Team amaliyotida persistence va Red Team asoslari qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, asosiy mavzuga o'tishdan oldin qisqacha o'zim haqimda aytib bermoqchiman. Kiberxavfsizlik yo'nalishida 5 yildan ortiq ishlab kelaman. Ish faoliyatim davomida Kiberxavfsizlik markazida, Milliy bankda, xususiy retail kompaniyada va Shvetsariyaning Immunoweb AI kompaniyasida ishlaganman. Hozirgi kunda o'zimiz tashkil qilgan Millisec Technologies firmasida ishlab kelmoqdaman. Hozirgi paytda xususiy sektordan bizga Red Team amaliyotini o'tkazish bo'yicha talablar, so'rovlar kuchayib bormoqda. Shu sababli Red Team bilan pentestni qisqacha farqlarini aytib o'tmoqchiman. Odatiy pentestda mijoz sizga qaysidir tizimini kamchiligini topish uchun keladi. Misol bu qanaqadir sayti bo'lishi mumkin, mobil ilovasi bo'lishi mumkin yoki qanaqadir ichki tizimi bo'lishi mumkin va sizda chegaralar aniq belgilangan. Shu tizimlardagi kamchilikni topishingiz va pentestda black box yoki white box o'tishiga qarab turib, sizga source kodini ham berishi mumkin даже o'sha tizimlarda yoki login parol berishi mumkin qaysidir pользовательlar uchun. Red Team amaliyotida bo'lsa maqsad globalroq bo'ladi. Red Team amaliyotida kelishi mumkin mijoz, ta'sischisi kelishi mumkin kompaniyani, shu kompaniyaning ichki tarmog'iga ulanish imkoniyati bormi? Ichki tarmog'idagi qaysidir konfidensial ma'lumotni ko'chirib olish imkoniyati bormi? Yoki ichki tarmog'idagi tizimdan mijozlar bazasini ko'chirib olish imkoniyati bormi? Shuni isbotlashingiz kerak bo'ladi. Bunda sizga chegaralar pentestga o'xshab qisqa, kichik qo'yilgan bo'lmaydi. Siz bu amaliyot davomida sotsial injeneriyadan foydalanishingiz mumkin, fizik pentestdan foydalanishingiz mumkin yoki insider ham topib turib maqsadingizga erishishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli Red Team haqiqiy hakerlik atakasini, hujumini simulyatsiyasi, ko'proq simulyatsiyasi bo'ladi pentestdan ko'ra. Va bu jarayonda siz har qanaqa taktikalardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari pentestdan ko'ra haftalar yoki oylab bu jarayon davom etishi mumkin bo'ladi. Tasavvur qiling, bizga bitta kompaniyaning ta'sischisi keldi. Serious Corp degan kompaniya deb tasavvur qilamiz va shu kompaniyani ichki tizimidagi qaysidir ma'lumotlar bazasini ko'chirib olish imkoniyati bormi? Shuni isbotlab ber dedi. Shunaqa so'rov bilan keldi. Va bu jarayonda u aytdiki, Red Team bo'lgani uchun kiberxavfsizlik mutaxassislari, IT mutaxassislari, kompaniyaning IT kiberxavfsizlik mutaxassislari bo'layotgan amaliyotdan bexabar. Siz birinchi o'rinda nima qilasiz? Bizda kompaniyaning nomi bor, Serious Corp degan. Buni birinchi OSINT qilamiz, Google'da qidiramiz. Va o'sha kompaniyani rasmiy saytini topishingiz mumkin, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini topishingiz mumkin, Play Market, App Store'lardagi mobil dasturlarini topishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan keyin rasmiy saytini topganimizdan keyin subdomenlarini qidiramiz odatda va subdomenlari qaysi IP ga bog'langan shuni qidiramiz va agar IP lar Cloudflare bo'lsa, DNS tarixini ko'rish orqali haqiqiy IP adreslarini topishga harakat qilamiz. Saytlar turgan haqiqiy serverni topishga harakat qilamiz. Bunda biz Shodan, Fofa, C99NL degan toollardan yoki o'zimiz boshqa toollardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. IP-sini topganimizdan keyin o'sha Shodan, Fofalarga solib turib ochiq portlarini qidiramiz yoki o'zimiz skan qilishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari Shodan, Fofalarda siz agar kompaniya nomini bersangiz, kompaniya nomi bo'yicha qidirsangiz, hech qanaqa domenga bog'lanmagan IP adreslarni ham topishingiz mumkin. O'sha misol RDP podключение bo'lishi mumkin yoki ochiq Elasticsearch bazasi bor va unda Serious Corp degan baza bor. O'sha qidirgan so'zimizdagi baza bor. Shunaqa ma'lumotlarni ham chiqarib beradi. Tasavvur qilinglar, rekon qildik, turli ma'lumotlarni yig'dik va qaysidir tashqi perimetrdan, kompaniyaning tashqi perimetridan kamchilik topdikda, bitta serverga kirdik. Initial access qilib bitta serverga kirdik. Keyingi qadamimiz nima bo'ladi? Bu persistence bo'ladi. Ya'ni o'sha serverda barqaror o'rnashib olish. Chunki biz Red Team amaliyotimiz qancha davom etishini bilmaymiz. Haftalab yoki oylab bo'lishi mumkin. Chunki maqsadimizga erishish uchun nechta serverni buzish kerakligini ham, qayergacha borishimiz, ichki tarmog'ida qayerga borishimiz kerakligini ham bilmaymiz. Shu sababli barqaror o'rnashib olish uchun Linux tizimlarida ko'plab texnikalar bor. Bu oddiy cron jobga o'zingizni backdoor'ingizni doimiy ishga tushirishga qo'yib qo'yishingiz mumkin yoki SSH keylar qo'shib qo'yishingiz mumkin yoki ko'proq murakkabroq LD
Preload yoki LKM toolkitlardan foydalanishingiz mumkin. Linuxda kernel moduliga o'zingizni vektorlaringizni tiqishingiz uchun. Persistence nimaga muhim? Shuni aytib o'tmoqchiman. Misol, yangiliklarda ko'rgansizlar, qaysidir APT guruh, qaysidir mamlakatda, boshqa bir davlatda yoki kattaroq kompaniyani buzib turib, tarmog'idan oylab, yillab ma'lumot ko'chirib o'tirganligi, razvedka qilganligi haqida o'sha yangiliklar chiqadi. Va bu jarayonda bularda yillab, oylab o'tirish uchun juda ham uzoq muddatda turish uchun yaxshi persistence texnikalarini qo'llaganidan dalolat beradi. Yoki misol uchun qaysidir kompaniya qayta vzlomga uchraydi. 1 yil oldin vzlom bo'lganda, yana 1 yildan keyin yana vzlom bo'ldi, yana qayta bo'lyapti. Bunda nima bo'ladi? Asosan, shu birinchi vzlomdan keyin tizimlar yaxshi tozalanmagan bo'ladi va qaysidir ichki tizimlarda murakkab persistence texnikalari yordamida barqaror o'rnashib olingan bo'ladi. Maxfiy bo'lib, uzoq muddat o'rnashib olingan bo'ladi. Shu sabab o'sha kompaniya qayta hujumga uchraydi. Xo'p, bitta serverga do'stib oldik deylik. Keyingi qadamimiz aytganimizdek persistence bo'ladi. Va bu yerda classic persistence, Linuxda classic persistence texnikasi keltirilgan, ya'ni biz o'zimiz yangi servis yaratamiz. Yangi Linuxlarda systemd orqali, eskilarida init orqali yangi servis yaratamiz va backdoorimizni shu servis ishga tushiradi. Bunda e'tibor berish kerak bo'lgan joyi, siz servis nomini tanlayotganda legitim servislar nomiga maksimal o'xshatishga harakat qilishingiz kerak. Chunki tizim administratorlari servislar ro'yxatini ko'rganda bittada ko'ziga tashlanmasligi kerak servisingiz. Xo'p, bitta hostga do'stib oldik, persistence qildik. Keyingi qiladigan qadamimiz bu scan qilib lokal networkini boshqa hostlarga o'tish. Tasavvur qiling, scan qildik, lokal tarmog'ida boshqa ichki Postgre, MySQL, PHP yoki qanaqadir web application bor. Misol Postgre'lardan default login parol topib turib, o'shani serverga ham kirdik yoki qanaqadir ichki web tizimidan, web ilovadan kamchilik topib, unga ham o'rnashib oldik deylik. Tasavvur qiling, 20 ta server bor edi. Yana 5 tasiga kirdik. Boshlang'ichidan tashqari yana 5 tasiga kirdik. 6 ta serverga do'stligimiz bor. Keyin qadamimiz nima bo'lishini bilmayapmiz. Chunki qilishimiz mumkin bo'lgan nazarimizda hamma narsani qilib bo'ldik. Endi biz admin hunting qilishimiz mumkin. Ya'ni adminlar o'sha biz do'st bor serverlarga SSH orqali ulanayotganda SSH login parollarini tutib olishga harakat qilamiz. Va keyinchalik bu SSH bu login parollarni password spraying attack qilib, ya'ni boshqa lokal ichki tarmoqdagi boshqa serverlarga bu login parollarni ishlatib kirishga harakat qilamiz. Bunda bizga Linuxdagi PAM Pluggable Authentication modul yordam beradi. Bu qisqa qilib, sodda qilib aytganda, siz Linux muhitida autentifikatsiya jarayoniga o'zingiz skriptingiz, modullaringiz integratsiya qilishingiz mumkin. Buni legitim ishlatish yo'llari, misol sysadminlar yoki qo'shimcha xavfsizlik uchun login paroli bilan SSH ga kirgandan keyin OTP yana bir so'raydi. Shuni qilishingiz mumkin yoki sysadminlar qilishi mumkin. Qaysidir serverga SSH bilan login bo'lgandan keyin o'zini qanaqadir monitoring serveriga yoki Telegram kanaliga shu serverga shu login bilan shu vaqtda login bo'ldi degan notification jo'natadigan qilishi mumkin. Bu legitim ishlatish usullari. Biz esa bunga qo'shimcha skript modul yuklab turib, bu modul Pythonda yozilgan bo'lishi mumkin, oddiy bash skript bo'lishi mumkin yoki shared library bu so file bo'lishi mumkin Linuxda. PAMga integratsiya qilib qo'yishimiz mumkin. Avtorizatsiya jarayonida u login parolni olib turib, xolasak bizni C2 serverimizga, xolasak bizni Telegram kanalimizga bot orqali yoki o'sha sistemada lokal faylga saqlashi mumkin bo'ladi. Xo'p, PAM modul hamma 6 ta olgan serverimizga PAM modulini modifikatsiya qilib, o'zimizni backdoorda o'rnatdik, yana 3-4 ta login parol oldik. Ko'ryapmizki, bizda 6 ta server bo'lgan bo'lsa, 6 ta serverga 3 xil parol ishlatyapti, ya'ni 6 talasiga har biriga har xil emas. Ya'ni sysadminlar odatda parollarni qayta ishlatadi ko'pincha. Biz topgan 3 ta parolimizni password spraying attack qilib, lokal tarmoqdagi yana qolgan 15 ta serverga ishlatib ko'rib, yana 3 ta serverga do'stib oldik deylik. Keyingi qilishimiz mumkin bo'lgan ishlardan biri bu keyloging. Oddiy keyloggerlar Linuxda ishlatsangiz, misol bash history ko'rganingizda, sysadminlar kirgandan keyin, root pользователь kirgandan keyin bash historyda hamma qilgan komandalar ko'rinadi. Lekin o'sha kirib turib, boshqa bir serverga SSH orqali yoki boshqa bir serverga FTP orqali ulanayotganda, Linuxda bilasizlar, password yozayotganda ko'rinmas bo'lib qoladi. Windowsda yulduzcha bo'lib qoladi, Linuxda ko'rinmas password so'raganda. Shu joyi
bash historylarga yozilmaydi va boshqa bir bu joyda bu login parollarni tutib olish uchun ko'plab keyloggerlar bor Linuxga GitHubda ko'pi ishlamaydi, bu joyini passwordini tutib olib bermaydi, keylog qilmaydi. Lekin biz bu uchun ortiqcha e'tibor tortmaslik uchun ham Linuxda o'zini audit uchun ishlatiladigan modulidan, komponentdan foydalanishingiz mumkin. Bu ko'plab Linuxlarda bor, deyarli hammasida, yoki yo'q bo'lsa apt-get install audit qilib o'rnatib olishingiz mumkin. Auditda biz SSH orqali ulanayotgan yoki lokal avtorizatsiyadan o'tgan barcha foydalanuvchilarni qilgan hamma harakatlarini yozadigan qilib nastroyka qilib qo'ysak bo'ladi. Bu legitim tool bo'lganligi uchun EDRlar ham, boshqa antivirus yechimlari ham bunga ortiqcha reaksiya bermaydi. Xo'p, bu ushbu serverlardan serverlarga o'tish jarayonida biz tunneling ishlatamiz. Bilasizlar, pivoting tunneling qilinadi. Initial access oldingiz, boshqa serverga o'tyapsiz, boshqa serverga o'tyapsiz, o'zingizdagi lokal trafigingizni yo'naltirish uchun pivoting tunneling usullaridan foydalanasiz. Odatda biz ishlatiladigan pivoting tunneling toollardan asosiylari bu FRP va regeorg degani. FRP bu misol tasavvur qiling, bitta serverga dostуп oldik. U firewall orqasida u serverga firewallga dostupimiz yo'q. U serverga to'g'ridan-to'g'ri ulana olmaymiz, chunki portini ochish kerak. Portiga to'g'ridan-to'g'ri ulanish imkoniyati yo'q, firewall yopiq. Biz endi buni NATda obxod qilish uchun FRP da ishlatishimiz mumkin. FRP ikkita qismdan iborat, FRPC va FRPS. FRPC bu vuzlon bo'lgan serverga o'rnatiladi. FRPS bo'lsa, bu hacker nazorat qilayotgan, hacker o'zi ko'targan serverga ulanadi. Vuzlon bo'lgan serverdan FRPC dan FRPS ga connection boradi. Va FRPS serverda bitta port ochiladi. Misol 7077 port, SOX port ochiladi va hacker o'sha SOX port orqali FRPC, ya'ni hacker bo'lgan serverning networkiga dostуп olishi mumkin. Bundan tashqari regeorg bor, ko'pchiliklarning ishlatgan bo'lsanglar kerak. Bunda misol web dasturlar uchun web shell yaratib beradi tunnellik uchun. Tasavvur qiling, o'sha web dasturga bitta web dasturni hack qildingiz, persistence ola olmadingiz, FRPS ni ishlatish uchun persistence privilege escalation qila olmadingiz, privilegiyangizni ko'tara olmadingiz, persistence qilish uchun, FRPS ni ishlatish uchun, lekin web dasturga o'sha PHP skriptni ishlatishingiz mumkin yoki ASP bo'lishi mumkin yoki JSP bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Regeorg orqali siz maxsus bitta tunneling shellini yaratasiz. Uni web shellni tashlaysiz va regeorgda o'zini skript orqali o'sha shellga ulanishingiz mumkin bo'ladi. Bunda yana strukturasi ko'rsatilgan. Bunda sizda oddiy web shell, lekin sizni hamma trafigingizni proxy qila oladi. Bu firewalllarni obxod qilishga ham yordam beradi. Ortiqcha port ochmaysiz va sizni hamma TCP/IP trafigingiz HTTP trafikning ichida ketganligi uchun, misol blue team memberlari yoki firewalldan connectionlarni qaraganingizda ham oddiy HTTP so'rov sifatida ko'rinadi. Xo'p, yana bir tasavvur qilinglar, firewallda o'ziga vektor o'rnatish. Kim qilib ko'rgan? Bu ishonish qiyin, xavfsizlik ta'minlash kerak bo'lgan tizimni o'ziga vektor qilib, u sizga initial access point bo'lib berishi mumkin. O'zbekistonda Kerio firewall ko'p ishlatiladi, uchratgan bo'lsanglar kerak va bu ko'pincha bizda sysadminlar crack versiyasini ishlatadi. Crack versiyasini ishlatish bizga o'sha firewallni o'zida persistence ga erishish, ya'ni firewallni o'ziga vektorimizni tiqib barqaror o'rnashib olish imkoniyatini beradi. Kerio kontrolga odatiy holda SSH bilan ulanganingizda fayl sistemasi read-only modda bo'ladi. Prezentatsiyada yozilgan buyruq bilan fayl sistemani write-only modga o'tkazib olib turib, vektoringizni tashab turib va uni box initda, unda oddiy systemd yoki initd servislari bo'lmaydi. Service menejeri Kerio kontrolda, Kerio OSSda unda box initd degan narsa bor. Shu box initdga siz o'zingizni vektoringizni ishlatishda, doimiy ishlatishda qo'shib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu bitta usuli. Ikkinchi usuli bu crack versiyasi bo'lgani uchun, crack versiyasi qanaqa yaratiladi? O'sha fayloviy sistemasini Kerio o'sini olib turib, reverserlar uni litsenziya so'raydigan joylarini patch qiladi.
Undan tashqari u firewalllarda o'zini integrity checklari bo'ladi. Ya'ni ishlashdan oldin, ishga tushishidan oldin u firewallning hamma fayllari joyidami, modifikatsiya qilinmaganmi, shuni tekshirishadi. Crack qiladiganlar nima qiladi? O'sha litsenziya so'raydigan joyini patch qiladi, integrity checkini ham patch qilib o'chirib qo'yadi. Ya'ni firewall o'zini modifikatsiya bo'lmasdan ishlayaptimi, to'g'ri ishlayaptimi, ortiqcha narsa yo'qmi tekshira olmaydi. Va bu bizga qanday imkoniyat beradi? Kerio kontrolda update'lari bo'ladi, obnovleniyalar bo'ladi. Obnovleniya paketlarini ichiga o'zimizni backdoorni tiqib qo'yib qo'shish imkoniyatini beradi. Misol uchun, amaliyotda bo'lgan serverlarga dostуп oldik, hamma ko'p joyga dostуп oldik. Faqat firewall bor, u firewall boshqa podsetga dostуп beradi. Lekin Kerio'ga dostupimiz yo'q hozircha. Kerio'ga dostupimiz yo'q, Kerio'ga ham dostуп oldik. O'sha sysadmin parolini qayta ishlatdi. Kerio'da uzoq muddatli bu tarmoqda qolmoqchimiz va trafikimizni Kerio'ning orqasidagi yana bitta boshqa podsetga yo'naltirmoqchimiz va biz o'sha hozirgi aytilgan texnikalar yordamida Kerio'ni nimasiga kiramiz, kontrol paneliga kiramiz va o'zimiz yaratgan soxta update fayli orqali crack bo'lgani uchun soxta update faylini yuklashimiz mumkin bo'ladi va biz o'sha sliver C2'imizmi, har qanaqa backdoorimiz shu Kerio'ning ichida turadi. Va ko'pincha hamma misol qanaqadir insident bo'lsa, lokal tarmog'idagi serverlarni tekshiradi, antiviruslar bilan tekshiradi, kerak bo'lsa boshqatdan o'rnatib chiqadi web serverlarda, web fayllarni solib, lekin antiviruslarda, firewalllarda kamdan kam odam tekshiradi va biz shu sababli uzoq muddatli o'rnashib olasiz. Xo'p, bularda oldini olish uchun asosan CM YDR yechimlardan foydalanish mumkin. Siz o'sha Linux tizimidagi ortiqcha notanish servis fayllari paydo bo'lib qolmadimi? Shularni nazorat qilib borishingiz kerak. Bular uchun CM YDR sistemalaridan foydalanib o'sha общий xavfsizlik ta'minlash uchun kerak bo'lgan общий umumiy prinsiplar orqali bu muammolarga yechim topsangiz bo'ladi va yana o'sha PAM modullarning modifikatsiya bo'lmaganligini tekshirish uchun integrity checklar ham olib borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha PAM modulning modifikatsiyasini aytdik, haqiqiy Linux open source bo'lgani uchun o'zini haqiqiy PAM modulda PAM-TTS faylini rebuild qilib turib, o'zingiz backdooringizni ham даже qo'shib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun SSH bilan har doim login bo'lganda sizga netcat session ochiladi yoki maxsus maxfiy so'z kiritib qo'yishingiz mumkin. Qanaqa login bilan ham uralsangiz, qanaqa login bilan ham uralsangiz, o'sha maxfiy so'zni tersangiz, paroli boshqa bo'lsa ham sizga dostуп ochib beradi. Shunaqa qilib modifikatsiya qilishingiz mumkin. Shularni oldini olish uchun ham integrity check, o'sha Linux fayllarini yaxlitligini check qiladigan yechimlardan foydalanishingiz mumkin. Savollar bo'lsa, bersangiz bo'ladi. Rahmat. Hozir. Savolimiz bor ekan. Assalomu alaykum. Menda savol bor edi. Keylogger haqida gapirdingiz. Auditda servisini ichiga o'zgartirish kiritish haqida gapirdingiz. U yoqda odatiy wdata user bo'lib kirganda sizda permission bo'lmaydi asosan sistemli fayllarga. O'sha haqida qisqacha gapirib bersangiz. Mavzuyimiz persistence bo'lgani uchun privilege escalation, ya'ni kirganingizdagi privilege escalation etaplariga chuqurroq to'xtalmadim. Odatiy qiladigan ishingiz nima? Bitta Linux serverga dostуп oldingiz. Prava siz aytgandek 3 ta W yoki qanaqadir web server Nginx pravasi bor. Siz birinchi qiladigan ish, hamma ko'pchilik qiladi, limpist ishlatib turib, birorta sudoyer fayllarni topasiz, to'g'ri permission berilmagan yoki Linux versiyasini ko'rasiz, ktk release qilib turib Linux versiyasini qidirib ko'rib, o'sha exploit qidirasiz. Men aytgan narsa u persistence privilege escalationdan keyingi etap.